Assalomu doktor Zertar. Bu videoda siz bilan optik nerv haqida gaplashamiz. Dastlab optik nervning anatomiyasiga qisqacha to'xtalsak. Optik nerv ko'z tubidan, ya'ni retinadan boshlanadi. Keyin esa bu yog'iga davom etadi optik nerv sifatida. Keyin gipofizning oldingi qismida kesishma hosil qiladi, ya'ni xiyazma. Undan keyin esa optik trakt sifatida davom etadi. E'tibor berishimiz kerak optik nerv va traktning farqi. Optik nerv bu retinadan toki xiyazmagacha bo'lgan qismini biz optik nerv deb ataymiz. Endi xiyazmadan toki lateral tizzasimon tanagacha bo'lgan qismini optik trakt deb ataymiz. Endi optik traktning 90% qismi lateral tizzasimon tanaga keladi. Qolgan 10% esa qolgan 10% subkortikal, ya'ni po'stloq osti markazlariga boradi. Lateral tizzasimon tanadan chiqqan tolalarni biz esa optik radiata deb ataymiz. Chiqqan yo'l ham o'zida ikkiga bo'linadi. Yuqorgi yo'l va pastki yo'l deb ham aytiladi. Yuqorgi yo'l o'tadi, bu parietal, ya'ni tepa sohadan o'tsa, pastki yo'l esa temporal, ya'ni chakka sohadan o'tadi. Pastki yo'lni biz Meyer yo'li ham deb ataymiz. Yoki Meyer halqasi, Meyer loop ham deb ataymiz. Bu nima uchun kerak? Chunki yuqorgi yo'l zararlansa, alohida klinik belgi rivojlansa, pastda esa alohida ko'rim maydon shikastlanishi yuzaga keladi. Dastlab retina haqida to'xtalsak, retina o'z 10 qavatdan tashkil topgan, lekin biz har bir qavatiga to'xtalmaymiz. E'tibor bersak, eng yuza qavatida joylashgan, bu yerda pigment epiteliyalar joylashgan, undan keyin esa retseptorlar boshlanadi. Retseptorlar asosan ikkiga bo'lamiz. Ya'ni qo'lbochasimon va tayoqchasimon retseptorlar. Tayoqchasimon retseptorlarning umumiy soni 120 millionni tashkil etadi. Va u asosan retinaning periferik qismida joylashgan. Bu yorug'lik va soyani sezish, ya'ni boshqacha aytganda, faqat tunda ko'rishni ta'minlaydi, ya'ni rang ajratmaydi. Keyingisi qo'lbochasimon retseptorlar. Qo'lbochasimon retseptorlar umumiy soni taxminan 7 millionni tashkil etadi. Ular 3ga bo'linadi, ya'ni qabul qiladigan yorug'lik spektriga qarab: yashil, qizil va ko'k. Bular asosan markazda joylashgan, ya'ni faveyada uchraydi asosiy qismi. Keyingi hujayralar bipolyar hujayralar. Undan keyin esa ganglion hujayralarga o'tadi. Impuls. Ganglion hujayralarining aksonlari yig'ilishidan esa optik nerv tolasi, ya'ni shakllanadi. Endi yuqorida aytdik, optik traktning 90% qismi lateral tizzasimon tanaga borsa, qolgan 10% qismi esa yuqori tepalikka, ya'ni o'rta miyadagi yuqori tepalikka boradi. Uning asosiy vazifasi vizual reflekslar, ya'ni ko'rim maydonida qandaydir chaqnashlar bo'lsa, biz avtomatik boshimizni o'sha tomonga burib qaraymiz, nima ekan deb. Keyingisi esa protektal soha, protektal area. Buning asosiy vazifasi qorachiqning nurga reaksiyasi. Undan keyingisi supraxiyazmatik yadro, ya'ni gipotalamusda joylashgan. Buning asosiy vazifasi biologik soat, ya'ni uyqu va uyg'oqlikni tartibga soladi. Lateral tizzasimon tana joylashgan, ya'ni lateral tizzasimon o'zi 6 ta qavatdan tashkil topgan. E'tibor berishimiz kerak, lateral tizzasimon tanada 1-chi, 4-chi, 6-chi qavatlar qarama-qarshi tomonning nazal, ya'ni ichki tomondan keladigan tolalar uchun javobgar, ya'ni o'sha yerdan keladigan ma'lumotni qabul qiladi. 2-chi, 3-chi, 5-chi qavatlar esa ipsilateral, ya'ni o'sha tomondagi chakka qism, temporal sohadan keladigan ma'lumotni qabul qiladi. E'tibor berish kerak, ya'ni har bir qavat faqat bitta ko'zdan kelgan ma'lumotni qabul qiladi. Endi funksional ajralishi yoki hujayralarning tuzilishi bo'yicha ham ikkiga bo'linadi. Magnosellyulyar va parvosellyulyar deb ataymiz. Birinchi, ikkinchi qavat bu magnosellyulyar qavat.
Bular yirik hujayralardan tashkil topgan asosiy vazifasi nima? Bu obyektning harakatini va tezligini aniqlash. Ular rangni ajratmaydi va tez ishlaydi. Masalan, bizga qarab qandaydir jism yoki to'p kelayotganda biz uning rangiga e'tibor bermaymiz, uning tezligi va yo'nalishini, ya'ni harakatini e'tibor beramiz va shuni o'zimizni himoya qilamiz yoki qochamiz. Keyingisi parvoz sellyulyar hujayralar. Bu mayda hujayralarni tashkil topgan 3-qavatdan 6-qavatgacha bo'lgan qismda joylashgan. Asosiy vazifasi nima? U shakliga, rangiga va mayda detallarga e'tibor beradi, ya'ni ularni tahlil qiladi. Keyin sekinroq ishlaydi, lekin rangli tasvir shakllantiradi. Endi asosiy qismi ko'ruvning ensa sohasida joylashgan, lekin ensadan chiqqan tolalar tepaga ham va chakkaning pastki qismiga ham boradi. Tepaga borishdan maqsad nima? Bu jismning fazodagi holatini shakllantirish. Endi chakka qismiga borishdan vazifasi esa bu oldingi ma'lumot bilan solishtiradi, ya'ni xotira bilan solishtiradi. Bu jismni oldin ko'rganmizmi, yo'qmi, yoki bu qanday ishlatiladi yoki umuman oldingi axborot bilan solishtiradilar. Brodmann bo'yicha ko'ruv markazlari. Brodmann bo'yicha asosan 3 ta, ya'ni 17, 18, 19 dan tashkil topgan. Birinchi, yuqorida aytdik, yuqorgi va pastki yo'llar 17-maydonga keladi. Birinchi u qabul qiladigan soha 17-maydon. U asosan nimalarni sintez yoki analiz qiladi? Bu yorug'lik, chiziqlar va burchaklarni tahlil qiladi. Zararlanganda nima rivojlanadi? Gomonim kemiya nafsiya. Bularni keyin to'xtalamiz. Xo'p. Bundan tashqari kortikal ko'rlik ham rivojlanadi agar ikkala yarim sharda zararlanish bo'lsa. Retina sog'lom, lekin korteks zararlangani uchun kortikal ko'rlik rivojlanadi. Keyingisi 18-maydon, ikkilamchi ko'ruv po'stloq. Bu tasvirlarni birlashtirib, obyektning shakli, rangi va hajmini bir butun qilib shakllantiradi. Zararlansa nima rivojlanadi? Vizual agnoziya. Inson obyektni ko'radi, lekin uning nima ekanligini taniy olmaydi. Keyingisi assosiativ ko'ruv po'stlog'i, ya'ni 19-maydon. Bu yerda spesifik, ya'ni ixtisoslashgan markazlar bo'lib, masalan, rang uchun alohida markazi mavjud. Bu zararlansa nima bo'ladi? Axromatopsiya, ya'ni dunyoni rangsiz ko'radi, faqat oq va qora rangdan iborat bo'ladi. Keyingisi harakat markazi, ya'ni obyektning harakatini, tezligini aniqlash vazifasini bajaradi. Agar zararlansa rivojlanadi akinetopsiya. Akinetopsiya bu nima? Harakatni ko'ra olmaslik, ya'ni dunyo qotib qolgandek ko'rinadi. Masalan, choynakdan piyolaga choy quyayotganini u faqat bitta tasvir sifatida ko'radi, ya'ni harakatlanishni ko'ra olmaydi. Buni biz akinetopsiya deb aytamiz. Endi ensa sohasida e'tibor berishimiz kerak calcareus, ya'ni calcarein sulqusi. Ya'ni bu yerda calcarein sulqusi mavjud. Bu ikkiga ajratadi, ya'ni girusni, lingual va cuneusni ajratadi. Bu nima uchun kerak? Yuqorida aytdik, lateral tizza zamondan chiqqandan keyin ikki yo'l orqali, yuqori va pastki yo'l orqali davom etadi dedik. Cuneusga yuqori yo'l borsa, lingualisga esa pastki yo'l shu yerga boradi. Bu shuning uchun kerak edi. Endi ko'ruv maydoni haqida gaplashamiz va uning zararlanishi. Dastlab biz retina sohasini asosan 4 ga, lekin avval 2 ga ajratsak, ya'ni lateral va ya'ni medial. Ko'k bu yerda medial, nima esa qizil esa lateral sohaga ajratamiz. Keyin yana bilishimiz kerak bo'lgan narsa nurning sinishi. Nur
ko'zning optik elementdan o'tayotganda nur sinadi, ya'ni temporal sohadan kelayotgan nur bizga nazal retinaga tushadi. Nazal sohadan kelayotgan nur esa retinaning temporal sohasiga tushadi. Endi ko'ruv maydoni buzilishlarini ko'rib chiqsak, birinchisi skatomalar. Skatomalar rivojlansa, biz aytishimiz kerak yoki o'ylashimiz kerak, retina zararlangan. Retinaning ma'lum bir qismiga qo'ng quyilgan bo'lishi mumkin yoki atrofiyaga uchragan yoki ma'lum bir qismi ko'chganda skatomalar rivojlanishi mumkin. Keyingisi, agar optik nerv to'liq shikastlanadigan bo'lsa, ipsilateral, ya'ni o'sha sohada amavroza rivojlanadi, ya'ni to'liq ko'rlik rivojlanadi. Yoki yuqorida aytdik, retinani ikkiga bo'ldik, ichki va tashqi nima? Agar bizda tashqi, ya'ni lateral sohasi shikastlanadigan bo'lsa, ko'ruv maydonida qarama-qarshi tomonda, ya'ni o'sha ko'zning ichki maydoni, ya'ni nazal sohasida ko'rish buziladi. Agar shikastlanish xiyazmada rivojlanadigan bo'lsa, ya'ni gipofizning o'smalari natijasida rivojlanadigan bo'lsa, heterogen gemianapsiya rivojlanadi. Heterogen gemianapsiya yoki bitemporal gemianapsiya. Umuman anapsiyalarni ikkiga bo'lamiz. Gemianapsiyalarni, ya'ni bular gomogen va heterogen gemianapsiyalar. Xo'p, gomogen nima, heterogen nima? Masalan, ko'zni shunday chizadigan bo'lsak, biz uni ikki qismga ajratamiz. Bu yerda o'ng tomon, chap tomon desak, buni ham chap tomon desak, qachon heterogen rivojlanadi? Masalan, 3-tasvirga o'xshab, ya'ni 3-raqamdagi nimaga o'xshab, bir qismining chap tomoni zararlansa, ikkinchisining o'ng tomoni zararlangani uchun biz buni heterogen gemianapsiya deymiz. Bu asosan xiyazma zararlanganda uchraydi. Endi teskarisi bo'lsa, ikkalasining ham o'ng tomoni yoki ikkalasining ham bir xil tomon, chap tomon zararlanadigan bo'lsa, biz bularni gomonim gemianapsiya deb aytamiz. Gomonim gemianapsiya qachon rivojlanadi? Qachonki optik trakt yoki lateral tizzasimon tana shikastlanadigan bo'lsa, gomonim gemianapsiya rivojlanadi. Keyingisi, ya'ni yuqorida aytdik biz, yuqorgi va pastki yo'llar. Agar 6-chi rasmga e'tibor beraylik, pastki yo'l shikastlansa yoki Meyer halqasi, Meyer yo'l shikastlanadigan bo'lsa, yuqorgi kvadrat gemianapsiya rivojlanadi. Agar teskarisi yuqorgi yo'l shikastlanadigan bo'lsa, ya'ni parietal sohadan o'tadigan yo'l shikastlanadigan bo'lsa, rivojlanadi. Pastki kvadrat gemianapsiya rivojlanadi. Keyingisi to'xtalsak, agar yuqorida aytdik, vizual korteks zararlanadigan bo'lsa ham gemianapsiya rivojlanadi. Kontralateral gemianapsiya rivojlanadi. Bunda nima bo'ladi? E'tibor berish kerak. Bu yerdagi bilan optik traktda qanday farqi mavjud? Agar korteks zararlanadigan bo'lsa, makula sparing, ya'ni makula zararlanmaydi. Makulada ko'rish saqlanadi. Shuning hisobiga biz farqlashimiz mumkin. Zararlanish korteksda yoki optik trakt yoki nimadaligi lateral tizzasimon tanada ekanligi shu orqali farqlashimiz mumkin. Bu ko'ruv maydon buzilishlari edi. Endi yuqorida aytdik, optik nervdan 90% lateral tizzasimon tana, qolgan 10% esa
po'stroq osti markazlarga borar edi. Shulardan bir qismi, ya'ni 10% ichiga kiradi. Protektal area, ya'ni protektal sohaga boradigan qism. Protektal sohadan boradi, keyin Edinger-Westfall yadrosiga. Bu esa qorachiqni toraytirish vazifasini bajaradi. Endi qorachiq reaksiyasida hisoblanadi. Ikkinchi nerv afferent, uchinchi nerv efferent hisoblanadi. Masalan, yorug'lik shu yerga, bu ko'zga tushiriladigan bo'lsa, torayish ikkala tomonda ham kuzatiladi. Ya'ni bu chap ko'z ham torayadi va o'ng ko'z ham torayishi kerak. Agar zararlanish nervda kuzatiladigan bo'lsa, ikkinchi nervda kuzatiladigan bo'lsa, masalan, chap ko'zga yorug'lik tushirsak, ikkala ko'z ham toraymaydi, ya'ni reaksiya bildirmaydi. Agar sog'lom ko'zga yorug'lik tushiradigan bo'lsak, ikkala ko'z ham torayadi, ya'ni faqat shikastlanish ikkinchi nervdaligini ko'rsatadi bu. Endi neyron jurnali haqida biz haftalik loyiha qilganmiz, ya'ni har hafta nevrologiyaning qaysidir mavzusiga bag'ishlangan neyron jurnali degan xuddi konspekt yoki klinik qo'llanmaga o'xshagan narsa Telegram kanaliga joylab boramiz. Bunda nimalar 5 ta, hozirgacha 5 ta nimasi chiqqan, soni chiqqan. Bular bezovta oyoqlar sindromi, Parkinson kasalligiga bag'ishlangan, yana bag'ishlangan migren va bel og'riqlari. Bundan tashqari, insult brigadasi yo'q sharoitda kasalni boshqarish va boshqalar. Agar Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz, o'sha ma'lumotlarni kuzatib borishingiz mumkin. Telegram kanalini esa shu videoning kommentariyasiga joylab ketaman. Barchaga e'tibor uchun rahmat.